Erkak kishida testosteron doim normada bo'lishi uchun mana shu 3 ta resurs bo'lishi kerak. Birinchisi yaxshi uyqu. Kechasi soat 1-2 da uxlaydiganlar orasida testosteron balandlari uchramaydi. Sababi kecha soat 10-11 da uxlab, ana undan keyingi vaqtda odam uxlaganda testosteron ishlab chiqariladi va ertalab pik darajaga yetadi. Agar o'sha kecha uxlamadimi, demak unda testosteron ishlab chiqarilmadi va bu muntazam davom etdimi, unda testosteron yetishmovchiligi, defitsit bo'ladi. Testosteron normadan pasayishni boshlaydi. Ikkinchisi sport. Ishlab chiqarilgan testosteron borib yig'iladigan markazlardan biri bu bizning muskullarimiz. Uzun muskullarimiz, qo'l oyog'imizdagi, presslarimizdagi muskullar. Mana shu muskullarni yaxshi rivojlantirsak, yaxshi kachatsa qilsak, testosteron yig'ilish uchun joyi ochiladi. Keyingisi stress kamligi. Odam bilasizmi, ishdan charchab, ko'chadan asabiylashib, urushib, nimadir muammo bilan uyga bordingiz, o'shagacha sizda jinsiy aloqa uchun xohish ham bo'lmaydi. Agarda siz yaxshi kayfiyat, kuningiz yaxshi o'tdi, pul topdingiz, masalan, cho'ntagingizga pul kirdi, yaxshi kayfiyatdasiz. Uyga bordingizmi? Xotiningiz ham ko'zingizga chiroyli ko'rinib ketadi. Demak, stress ham testosteronni pasaytiradi. Stress bo'lganda kortizol degan gormon balandlashadi. Bu stress gormoni. Mana shu gormon ko'tarilganda testosteron pasayadi. Sabab shu.